balansga chiqdi deb turib 1 dollardan 700 milliard 8 milliard dollar qilib tashlaganingizni ko'rsatmaysiz. Bu narsani qilishni bilmayman men o'zim. Oddiygina haqiqatga yaqin. Hozir real balansdasiz, to'g'rimi? Yaxshi. Darsliklar jarayoni haqida aytib bering. Darsliklar jarayoni o'sha aytilganidek 1,5 oy birinchi nazariya bo'ldi. Faqat nazariya bo'yicha o'rgatildi. Nazariya bo'yicha haftaning ma'lum bir kunlari amaliyotda ham o'sha o'rgangan narsalarimiz ko'rsatib berildi. Hozirgi kunda mana o'sha amaliyotga o'tdik. Amaliyotda ham birinchi oyi ketdi. Birinchi oyini tugatdik amaliyotda. Demoda balanslar berildi. O'sha demodagi balanslarni biz ko'tarishimiz, yoki slif qo'yishimiz, slif qilganimizda yoki stop loss olganimizda bizning xatolarimiz tushuntirib berildi. Qanaqa, misol uchun nimaga bu yerda noto'g'ri kirilganlarimiz. Shu narsalar hozir o'rgatiladi va hozirgi kunga kelib bizga real balans berildi. Umumiy win rate bo'yicha qanaqadir kerakli уже 50% dan teparoq chiqib qolganingizdan keyin real balansga o'tib savdo qilishni boshladingiz. Real balansda qanaqa natija bo'ldi? Men hozirgi kunda real balansdagi natijalarim mana 9-iyun kuni 69 dollar tashlangan, bugungi kun kelib 118 dollar qilingan, plus 12 dollar yechilibdi uning ichida. Da endi Bu ko'pchilik aytsa bo'ladi, bu kichkina summa, yo'q. Tradingda hech qachon pulda hisoblash kerak emas, foizda hisoblash kerak. Demak, 69 dollardan 118 dollar qilingan bo'lsa, plus minus 150% ustiga ishlangan. 1000 dollar bo'lganda, uni ustiga 700 dollar ishlanardi. Xuddi shu 3 kunning ichida, masalan, bu zo'r natija. Gapingizni bo'lsam, bu 118 dollar turgani bu чистый прибыль, ya'ni 69 dollardan tashqari umumiy balans hozir 212 dollar turibdi. Ya'ni bu degani 200% ga yaqin degani. Ya'ni undan ham zo'r. Prop dedingiz, a? Da, propim ham bor. Ma'lumot? Funded Nextmi? Funded Next'dan olingan prop 5000 prop. 5415 общий. 5000 prop 5415 da turibdi. Bu hozir birinchi bosqichdan o'tilgan. Birinchi bosqichdan o'tdim. Endi ikkinchi bosqichga tayinlanmayman. Endi hozir ozgina range'da bo'lganligi sabab bozor qo'rqish ham yo'q. Endi imini o'zim xohlagan kuchli pozitsiyalar kelmayapti. Ya'ni propda iloji boricha 150-200 pipsga yaqin ishlash niyatim bor. O'shaning uchun propda hozir unaqa ishlamayapman. O'qish tariflarini farqi bormi? Masalan, silvermi, goldmi, specialmi? Farqi bormi? Farqi yo'qmi? To'g'risini aytsam, men o'zim gold kursida o'qidim, lekin bundoq qarasam, men почти sezmadim, chunki silverda o'qigan o'quvchi ham, goldda o'qigan o'quvchi ham men bilan bir xil tahlil qilyapti, men bilan bir xil bozorga kiryapti. Ya'ni o'sha tasdiqini olishi ham bir xil, bozorga kirishi ham bir xil, amaliyot o'ta berishi ham ularga bir xil. Endi insonlarni o'sha sharoitiga qaralsa kerak deb o'ylayman, bu yog'i. Farqi yo'q. Rahmat. Omad tilayman.